Hey, yaxshi o'tirsanmi? Post tinchmi? Hop. Qora boshini. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ukam yaxshimisiz? Qanaman mana? Yaxshimi? Rahmat, yaxshi o'tiribsizlarmi? Zo'rmi? Mora bo'lsa. Senga rosa yarashibdi bari. O'zi bilardim, mana shunaqa zo'r mashinalar. Mahalla tinchmi? Zo'r, jonim omadingiz bersin. Aka, menga ruxsat. Salomat uydagilarga. O'zi bori, bola boshidan ma'lum bo'ladi. Men yoshligida bilardim mana shunaqa katta mashinalar haydab yurishini. Qoradan ochib ketdi, qachon pisharkan olchi. Voy. Ha? Ukam, yaxshimisan? Boshqa mashina yopsan bugun? Kecha boshqa edi, bugun boshqa. Ishlaring yaxshimi? Rahmat. Bizga ham ish yo'qmi? Ishchilaringga qarab yurardik. So'rab ko'raman aka, обязательно. Zo'r bo'lardi ukam. Manta bekor o'tirmasdik biz ham. Menga ruxsat aka. Ishingga omad ukam. Erishgan. Balo bu balo. O'zim katta qilganman yoshligida. Chupi-chupsimi berganman, ozgina ishimib. O'shangiz zo'r bo'lib ketdi-da. Hozirga tuplagan ekansan-da. Uyingga qidirib kelmasa chiqmaysan-a ko'chaga. Bilan bo'lib qotdi-da aka, odam. Omading bersin ukam, lekin tachkani zo'rini olsan. Gelik aka bu. Zo'r. Ukam, To'snet har kuni har xil mashina. Qat ishlaysan? Men Vipkeri guruhda ishlayman. Ana chet elcha gapiryapti. Chet ellik qoravoylar bilan ishlaysan-da? Ha, shu Vipkeri guruhda xodimman aka, haydovchilik qilaman. Chetdan mehmon keladi-yu, men o'zim olib yuraman aka. 5 safar aylantirib chiqamiz. Xodimmisan? Haydovchi ekani bu. Xo'ja emasmisan? Xo'jayini bo'yladinglarmi? Ha, yog'i bo'pti aka sizlarga. 5000 berkincha bo'lmasa. O'zi bilardim, qo'lidan bir ish kelmasligini. Sen bergan chupi-chup so'rgan bolalar-da-ku. Lati. Qanaqa bolalar bilan kuyga bo'y yursang, tavba qildim. Voy, to'xta. To'xta ukam. Bitta non ber. Qarzingiz bor. Beringlar. Mashinalari ko'p ekani. Bir-biridan zo'r ekan. Ana shu amallar ishga kirib bo'lardi. O'zingni halimga qattiq gapirib qo'yding. Hozir ishlayotgan bo'lardik. Baribir xo'ja emas ekanim. Yur xo'jayning yoniga kiramiz. Zo'r bo'lardi, ketdi. Ketdi.